Sherloqimiz qarab olganlar. Biz ham dokumentsizda bu. Menda agar shunaqa bo'lib qolsa, men xuddi bir hayot menga yo'q-da, o'sha. Mana turib o'tiraman. Har bitta gapimga atvet bor. Men gapirmayman, barbod bo'ladi. Asfalt yo'l emas. Hayotda o'nqiri bor, cho'nqiri bor. Shu yerda Bo'lsa birovni qog'ozini o'qib, birovga ag'daraman, o'sha turgan qog'ozni o'qib, gapirgan gapingga deydi, boshqalar xo'jayin deydi. Gapirmagan gapingga sen xo'jayinsan deydi. bir xil qozonda bir xil osh pishadi. Birov oldin qovuradi-da, suv soladi. Birov qovurmay suv soladi. Men onam hamma hisobdan hurmat qilaman. Rosa yordam bergan menga. Uchir. Abedga ovqatni o'tkazib yubormoqchi edim, ovqatchidan chiqdi deydi. Bugun fayzli va barakotli xonadonlardan biri, salkam 60 yillik turmushning yaxshi va yomon kunlarida, pastu balandliklarida, yo'qchilik va borida bir-birlariga yelkadosh tirgak bo'lib, 4 farzand, 14 nabira va 12 abiraning mehribon va oqko'ngil buva va buvajoni bo'lgan ushbu xonadon sohib va sohibalari bo'lmish Mahfuza Qosimova va Husanboy Qosimovlarning fayzli xonadonlarida mehmonda bo'ldik. Bu insonlar bilan suhbatlashar ekansiz, xuddi bir go'zal davrda yashagandek his qilasiz o'zingizni. Ularning mehr to'la ko'zlari, g'ayrat to'la bilaklari va bir-birlariga bo'lgan samimiy ishonchni ko'rib, hozirgi davrimiz yoshlari uchun o'rnak qilib ko'rsatgingiz, ular kabi bo'lgingiz keladi. Bu kabi insonlar xonadonning farishtasi, duogo'yi va nuridir. Ularning borlarida qadrlariga yetish, ardoqlash va duolarini olib yurish biz yoshlarning hayotdagi asosiy vazifamiz. Ularning hayot daftarlarini varaqlar ekansiz, farzandlari uchun borini bergan, ularni oliy ma'lumotli qilishda, halol luqma bilan o'qishda, go'zal tarbiya berishda o'z orzusi va o'zligidan kechgan ota-ona timsoli gavdalangan. 6 55 yil. 55 yil. 55 yil. 71 oyoq qism bo'ladi. İnşallah. Etkeningiz kelsin. Xudo xolasa. 71-yil. Avgustda 55 yil. 12 avgust u paytda mashaqa edi. 12 avgustda to'y berishgan. O'rtada bir kun o'tsa nikohga odam charchab ketadi. U paytda bir kun to'y bo'ladi. Kelgan 13-da 14da nikoh. Bir kun oralab. Lekin aytganimizda eng ko'p paytda biz ham to'yimiz bo'ldi. So'g'ida ani batonchi ishkalatda chiqqanda o'sha paytda undan keyin hammasi oshga endi qo'yilgan. Haligini olishganda haligida Yeri yo'q. Sizlarniki o'sha chillada aynaga, meniki ham. Uniki ham. Baravar bunday to'ylar. o'zi biz vaqtli o'tdi. Bir hafta farqiyla. mana bu yengini aytdim. Yo yoppa ko'ylak kiyim. Yo'q, chiroyli. Katek, Yaxshi dedi-ku. katek ko'ylak. Strogi yuradi. Buvim ko'proq nimani yaxshi ko'radi? Oila tinchligini, bolalarning sog'lig'ini, xotirjamlikni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rib yeydigan ovqatlari nima? Osh. Osh. Chunki yangi kelin bo'lib pishganda bir hafta ketma-ket osh qilganmiz. Voy xudo. Buvimmi debmi yo o'zingiz yaxshi ko'rganingizdanmi? Bu men uchun. Okamgilar ro'zg'orimiz bir edi. Okamgilar bir hafta shu bu osh yaxshi ko'radi deb osh qilishgan. Kelin yaxshi ko'rar ekan, osh yaxshi ko'rar ekan deb rosa osh qilishgan. Keyin oxirida keyin rizqini yetgandan keyin bo'ldi-da endi deb keyindan keyin boshqa ovqatga tushgan. Buvimni birinchi o'xshata olmay qilgan ovqatlari nima bo'lgan? O'xshamay qolganmi o'zi ovqatlari? Yo'q, uni eslolmayman. O'xshatmagan ovqati yo'q. Qaysi gulni yaxshi ko'radi? Atirgul bo'lsa kerak. Qaysi rangni yaxshi ko'radi bilmaysizmi? O'ziga qora yarashadi. Siz ham o'shanda ko'rib nima qilasiz? O'sha yarashgan. Buvim sovg'a berganni yaxshi ko'radilarmi yo sovg'a berishni yaxshi ko'radilar?
Hozir unaqa qilib turasan-da, to'xtab tur. Nimani? Sovg'a berishyapti. Berish yaxshi ko'radi, o'rtoqlar o'rtasida ham shu qo'li ochiqligi bilan hurmat qozonib keladi. Sizga qaysi xislatlari yoqadi o'zi bu? Qaysi odatlari yo qaysi xislatlarini yaxshi ko'rasiz? Mana shu odatingni yaxshi ko'raman deydi-ku odamlar. Shunaqa odatlari bormi? Bor yo'lga ko'nmish. Har qanday vaziyatdan to'g'ri chiqish odat yaxshi ko'raman. Sizga hech gap qaytarganmi? Umringiz davomida. Bitta o'zi ham. Har bitta gapimga atvet bor. Yaxshi ma'noda u. Qanaqa ma'noda? O'z fikrini har doim gapira oladi, gapirmasdan qo'ymaydi. Oxiri keyin iqror bo'ladi, tushuntirgunimcha qiynalib ketaman. Qarorlarni ko'proq siz hal qilasizmi, buvimmi? Uy ishlarini buving, ko'cha ishlarini men. Buvimmi bitta so'z bilan nima deb ta'riflab beradi? Mehnatkash. Nimadir anaqangiz ichingizda qolib ketgan so'zingiz bormi shu? Buvimga aytish xohlaysiz, lekin o'zlarini oldilarida turib aytolmaysiz o'sha gap, o'sha dilingizdagi so'zni. Shunaqangiz bor? Bunaqa gap yo'q. Chunki bizda unaqa narsa yo'q. Hammasi primoydi. O'sha payt o'zida aytaman. Fikrimiz bir-birimizga bemalol ayta olamiz. Unaqa uyalib, anaqa qilish yo'q. Yo'q. Buvim anaqada institutda o'qimaganlar-yu, o'qimagansan deydi-yu bir xil. O'qimagansan, kamsitmaganmisiz hech ham? O'qishlari bo'yicha. Buving o'qimagan emas, bitta texnikumni bitirgan. Ha, bitirganmi? Shim tikish, haligi chevarlik mashinasida ishlargan, attilda ishlagan. Lekin butunlay o'qimagan-u, lekin oliy ma'lumotli bo'lmasa ham, men shu uy ishini bilgani menga yetarli. Shunaqa deb o'ylaysizmi, ayol kishi o'qigani yaxshimi, yo'q, nima deydi, uy anaqasini bilsa bo'ldimi? Agar erkak kishi hamma tomondan ta'minli olsa, ayol kishining bolalar bilan uy ro'zg'orini bilgani yaxshiroq. Ayol kishi uchun eng qadrli narsa shu birinchi navbat. Agar Alloh erkagiga bersin. Erkakka bersin, erkak qodir bo'lsin. Lekin meni umrim davomida ancha ilmiy ish qilgan paytimda men 85 so'mga ishlaganman oyiga, 12 so'm oylik bolalarga пособиесini olib ishlagan. Shunda buving, "Men ham sizga yordam beray" deb ishga kirmoqchi bo'lgan. Lekin o'shanda ham o'zi yordam berardi, nadomnitsani qilardi. Olib kelib uyda ish tikardi, mollarga qarardi. Shunda ishga kiradigan paytida, "Sen ishga kirib nima qilasan? Sen hozir men 85 so'm oliy ma'lumotli bo'lib olaman. Lekin sen hali ma'lumoting yo'q, 50 so'm beradi senga borsang. Biz 48 so'm пособиеdan aylamiz." Ha, ota-ona ishlagani uchun. Ota-ona ishlagani uchun 48 so'm пособиеdan aylamiz. Endi 20 so'm qoldimi? O'shanga yarasha kiyinasan, o'tga borib abid qilasan. Sen zararga nima qilasan? Lekin sen menga foyda keltiryapsan. Undan ko'p. Mendan ko'p oilamizga foyda keltiryapsan. Chunki uyda mol boqardik. 4 ta buqa boqsak, har bittasi 200 so'mdan bo'lsa 800 so'm oylik foyda keltiryapsan. Lekin bizda professor ham 320 so'm oladi. Seni keltirayotgan foydani ko'ryapsanmi qancha? Shuning uchun sen ko'nglingni o'ksitmagin-da. Nima qilaveraylik desam, shunda menga pensiya nima bo'ladi degan. Shunda aytganman, men katta ish ilmiy davozimlarga erishib turib katta pensiya bilan pensiyaga chiqsam, hamma pensiyamni senga beraman. Bir tiyinni ham o'zim olmayman deganman. Xo'p, hozir endi shunaqami? Haqiqatda pensiyaga chiqdim. Haqiqatda bir tiyinman Ishlatmayman. Men bir tiyin pul ishlamayman. Meniki гособеспечение. Chunki yerim bor. Qayerga borsam mashinada borib olib kelishadi. Hamma narsa обеспеченный. Endi gaplarga boradigan bo'lsam, buvingni yo'lkira so'rayman. U darrov 100 ming, 200 ming pul beradi. Men aytamanki, men unaqa ko'p pulga o'rganmaganman deyman. Deb qaytarib, shu menga 10 ming, 20 ming bersang bo'ladi. Desam, yo'q deb turib 60 ming, 70 ming pul beradi. Keyin buni mashinada borib tashiyman desa, men aytamanki, yo'q, o'zim ko'cha mashinasida ketaman deyman.
Keyin ko'chagacha chiqib olaman, amanlab ko'chadan yaxshi tutaman deyman, ko'chagacha chiqib olaman. Ko'chaga chiqqandan keyin astronomga borib qolaman. Keyin avtobusga chiqib odamlar bilan gaplashib ketaman. Men umr bo'yi odamlar bilan gaplashib kelganman. Endi uyda qoldim. Mazza qilib avtobusda gaplashib borib, kelishdim avtobusda kelaman-da, keyin qanaqa qilsa, mashinada borib keldim deb aytaman. Nech pul berdi desa, uni bilmayman. Hozir mashina nech pulligini ham bilmayman. Taksilar nech pulligini ham bilmayman. Shu yerda yanglishib qolaman. Keyin ochilib qoladi. Keyin hazillashaman-da, mana hazillashuvdim, men avtobusda borib keldim deb, olib ketgan pulimni qaytarib beraman bu uyga. Voy xudo. Lekin chunki qaysi cho'chimda qolib ketadi, keyin uni bilmayman-ku pulni deb. Men kiyimim ko'p, xudoga shukr. Hamma kiyog'im kiyim, ishkob to'la kiyim. Hammasi qizlarim olib keladi kiyim, hamma tomondan olib kelishadi kiyim, ishkob to'lib ketadi. Men javobi bor deb o'zim qo'rqaman. Bu kiyimlarning hammasi. Mana turdi, o'tiraman. Endi turing tursam, mana o'tirib bormasa bo'ldi. Bir kun bo'ldi. Ovqatlanishga tushmoqchi bo'lishdi, menga kerak emas, men bu tushing dedi, yo'q desam, tushaydi olmadi desa. Shart tushib ketdim men. Oyog'imni topishkalarim ham mashinadan olib ketibdi. Oyog'im tushib ketdim. Keyin men aytaman, nima shuna qildingiz, shoshib tushib ketdingiz, endi tush deyman desa, sansirashib o'tib ketmasin deb. Uncha chiroylisdan topib keldingiz. O'shanga o'yinchoq deb o'ylamaydi, hamma qanday syomkalarim shunda olinadi. Voy dadasi. Bunaqa gullarni bermadingiz. Mana turmayapti. Mana o'g'lim beradi. Yo'q, men bermayman. Yo'q, sen o'zida qolmadimi? Ketaman. O'zing tanlading-ku, ber endi. Ha, ber o'zing bolam. Bolam ber. Tursin hozir emas-ku. Mana ko'tarib turaman. Voy yo'q. Yo'q, ber o'g'lim. O'sha o'g'li bersa chi. Ber olaveraymi, tamam hozir. Olaveraman hozir. Masalan, o'ylanayotganda. Aytasan-da, san. O'ylanayotganda buvam berganlar. Voy to'yda berganlar. Endi o'g'illar beradi deysan. Ha, mana beradi. O'zlarini yotlayapti tog'ay. Kim? Voy, sen. Mana onajon tabriklayman. O'ylaringdan o'rgilib. Yoshlarga kirib yuring. Voy. Birinchi uchrashuvga chiqqanda qanaqa taassurot uyg'otganlar bu sizda? Birinchi uchrashuvga chiqishdan birdaniga Zakisga borganmiz biz. Birinchi Zakisga bordik-da, o'sha Zakis bizani o'tqiza olmas ekan, u rayon boshqa ekan. Shunda dokumentlar, hammamiz dokument tayyorlaganmiz edi. Dokumentlarni tashadik-da, o'sha yerda tatarlar ham kelgan ekan-da. Dokumentni bizani dokument tushmasdan Sherloqimiz qarab olganlar. Bizani dokument deb o'ylaganlar-da. Sherloqni qarasa millat degan joyda tatar turibdi. Shundan keyin qovoqlar tushib ketgan. Biz chiqib ketdik. O'tda ish bo'lmadi, baribir Zakisdan o'tmadik, baribir tog'am o'tkazib berganlar Zakisga. Hali tekstilni raspolkomida o'tganmiz Zakisda. Lekin shuna chiqqanlarda nastanelar yo'q. Keyin panoramik kinoga olib chiqaman. Qovoq ochilmaydi. Hech gapirsam gapga naqmaydi. Keyin shartda bitta mashina olganman deb uyga tashab, o'zim Qumsonda darsimga ketib borganman. Bo'ldi, bo'lmaydi ketgan. Voy. Yo'q, keyin o'ydilar, keyin borib uyga borib to'polon qilibdi. Ular tatar-ku, temayman debdi. Keyin chiqib amakini geniga chiqishgan, bizdan tanishishga chiqishgan, tatar rakani bular deshgan. Shuniki birga bo'lib bilan tatarligini eshitmaganman. Deganlardi, keyin amakini xotinlari kelib, bizdan uyga kelib yana so'rab ketgan. Keyin yetishgan bizani avlod cho'ttaligida haligi naqada yo'lbarslar yurgan o'shanda biz cho'tta biz quruq hayvonimiz cho'tta deb dakasat qilishgandan keyin kelgunimcha o'sha ancha положительный gap qilib qo'yishibdi. Shu bilan taqdir bo'lsa, hamma narsa bo'laverar ekan, bolam.
Taqdir bo'lsa, mana shu hayot shunaqa ekan. Taqdir bo'lsa, birov undoq desa ham, bundoq desa ham bo'ladi. Agar taqdir bo'lmasa, birov shuncha narsa desa ham bo'lmaydi. Shuning uchun men Xalidga deb kelgan bo'lsa, men tatar degan bo'lsa ham, baribir taqdir ekan, baribir bo'ldi. Shuning uchun bo'lgan ahvol shunaqa. Keyin bilib qoldilar, shu biz tatar emasligimizni. Keyin shu o'yga mehr qo'yib, anaqa qilib ketdilar. Keyin to'y bo'lib ketdi. Anaqa bo'lib ketdi. Shu keyin bu yog'iga endi hayot. To'g'ri, endi hayot tekis asfalt yo'l emas. Hayotda o'nqiri bor, cho'nqiri bor. Shu yerda aqlligi o'shanda bilinadi. Asl odamni asli og'irlik kuning, yengil kuningda agarda birga tursa, o'sha qiyinchilik yengiladi. Bizda unga katta qiyinchilik bo'lmagan, boshqa bu ishlar tushgan, naqalar tushgan, lekin ozgina ilmiy ish qilgunimcha qiynalganman, gap ochiq. Ilmiy ish qilgunimcha qiynalganman, lekin xafa bo'lgan emasman men. Sabab ertaga zashita qilsam yaxshi bo'lib ketaman. Ilmiy zashitani qilsam yaxshi bo'lib ketaman degan niyatda yurganman. Shuning uchun men hech tushkunlikka tushmaganman o'sha paytda ham. Lekin shunaqa paytda u ham menga baravar bunaqa tortishga harakat qilgan. O'zi o'ylamaydi qilayotgan narsalarni, o'zi bilmaydi qilayotgan narsalarni, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilgan. Shunisini hurmatini qilamiz. Gap ochig'i, uncha-muncha masalan oila joyda hech qachon suv tekis oqmaydi. Go'da unda, go'da bunda, agar kelishmovchilik, lekin baribir oxiri tushuntiraman. Erkak kishini jahli chiqqanda ayol kishi qanaqa yo'l tutish kerak deb bilasiz? Erkak kishini jahli chiqqanda ayol kishimi bitta gapdan qolish kerak. Eng yaxshi fikri shu. Xo'p, o'sha paytda xo'p desin. 2 soat o'tadimi, 3 soat o'tadimi yoki 1 kun o'tadimi? Xo'jayin shu yerda ortiqcha gap gapirvardingiz menga. Shunaqa emas edi desa, erkak jahldan tushgan bo'lsa, bo'pti deb kelishib ketadi. Endi ayollarning eng yomon kamchiligi bitta gap gapirsa 2 ta qaytaradi. 2 ta gap qaytarsa 3 ta qaytaradi. Hamma yomon narsa shundan chiqadi. Hamma yomon narsa keyin erkak o'zi hayotiy qiyinchilikni ko'rib turgan erkak keyin hamma narsa ishga tushib ketishi mumkin. Yo bir tasika qo'yib yuborishi mumkin. Yo boshqacha og'zidan Xudo ko'rsatmasin yomon gap chiqib ketishi mumkin. Jahl chiqsa aql ketadi. Shuning uchun shaxmatchilar ham bir-birini jahlini chiqarishga harakat qiladi. Qimorbozlar ham shunaqa qiladi, bir-birini jahlini chiqarishga harakat qiladi. Jahl chiqdimi o'zi aql to'rimiz bo'ldi. Ana o'shaning uchun ayol kishi bir gapdan qolish kerak-da. Keyin 2 kun o'tadimi, 3 kun o'tadimi, kayfiyati yaxshida, xo'jayin, o'sha yerda ortiqcha o'tkazordingiz-da. O'zi unaqa emas edi desa, bo'pti, men bilmabman-da, deydi erkak. Men bilmayman, men shunaqa deb o'yladim, sen shuning uchun urishdim deydi, bo'ldi. Shu bilan qarabsizki, olam guliston. Lekin o'sha ahvolda adabasi to'g'ri bo'lmaydigan ishlar bo'lib ketishi mumkin. Ana, qaytmaydigan ishlar bo'lib ketib qolishi mumkin. Og'zidan yomon gaplar chiqib ketib qolsa, keyin qaytarib bo'lmaydi. Ana til yomon narsa. Masalan deydi, gapirgan gapingga deydi, boshqalar xo'jayin deydi. Gapirmagan gapingga sen xo'jayinsan deydi. Fikringga sen xo'jayinsan deydi. Lekin gapirib qo'ydingmi, o'zi sen o'zi xo'jayin emassan. Shu ketdi. Ana shuning uchun shu narsalarga ayol kishi ehtiyot bo'lsa, shu hayot shirin bo'lib ketadi. Shu haqiqatda endi mayli ish qilib hayot shu ekan. Hayot aytganimdek tep-tekis joy emas. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Shunaqa paytda aqlli katta rol o'ynaydi. Aqlli katta rol o'ynaydi. Lekin og'ir kunlarda meni har doim yonimda bo'lgan. Kasal bo'lganimda har kuni 2 marta qatnardi. Mana больницада yotgan paytlarimda ham 2 marta qatnardi. 16 da yotganman men bitta. Yo, birinchi bo'lnicada yotganman. Shu yerda ham har kuni borish kerak edi. Bir kun bormasa qani o'yin ne kelmadi. Nega? Men sabab uy tinchligini undan bilaman. Bolalar borganda o'yini qanaqaligini bilmayman. To'g'ri.
Shuning uchun har kuni keyin qaynona qilib olib borardi. Mani yonimda millioner ota yotardi. Zargar magazin direktori yotganman men ham. U millioner ota bo'lgan. Yaxayiblar uni qamagan. Qamagan paytda 32 ting pozitsiya bo'lgan. Restoratsiya. Unga qamash kerak emas. Lekin maqsad bilan olib kirib. Naqayanda Suriya narsa hech narsa emas. Puling qatta, tillang qatta, naqayn qatta, tilla magazin direktori ko'p pul. O'shanaqa bo'lgan deydi. Bochkaga o'tkazib qo'yardi deydi, kechasi suvdan tushsang deydi, kalamish deydi. O'shandan keyin birda olib chiqib yana dopros qiladi deydi. Faqat pul so'raydi deydi. Keyin yana boshqatdan naqa restoran qilsa deydi, u deydi 27 mi shunaqa ekan deydi. Yetmayapti deydi o'sha. Shuncha deydi, hayot unaqa hammasi to'ppa-to'g'ri. Yo shundan chiqib ketgan xali ota uydan keyin ovqat yemasdi. Zarda odam, endi puldor odam, zardali odam. Shu xaliga uyda ovqat yemasdi, bo'yin qilgan qaynatmani biri bilan birga ichardi. Shu qilgan qaynatmasini ichida bu yoqdan yog' ko'rinardi. Shunaqa tiniq, endi bular o'zini yo'lini biladi endi bular. Qanaqa qilishini yo'lini biladi. Shularni men hurmatini qilaman. Odam hayoti bir joyga yetganda orqasiga bitta qarab qo'yar ekan. Orqaga bir qarab qo'yar ekan. Qanday o'tdi? Nima bo'ldi? Shuning uchun ham lekin operatsiyaga ketganman men. Operatsiya oshqozonda menda yozva bo'lgan, 2 marta ochilib ketgan yozva. Yozva 2 marta ochilib ketgan. Birinchisi bolalarni naqa olib chiqqan biza, Ovushga olib chiqqan biza, Nazarbek kolxoziga. O'sha yerda ochilib ketdi-da, qushdan ketganman. Bir pasdan keyin o'zimga kelganman, ertasiga keldim, o'qildim, tuzalib ketdi. Keyingisi ochilib ketganda institut ochilib ketdi. O'tda keyin doktor keldi-da, olib ketamiz desa, raspiska yozdim deya javob beraman deb uyga keldim. Uyga kelsam yana mazam yo'q. Keyin Husan aka dedi, bizning Feruz degan mahallada doktorimiz bor edi. O'zimizga ulpatimizning xotini edi. Cha yaxshi hayot. O'zi nevropatolog, unaqa kardiolog. Keyin nima qildi endi Husan aka siz yotqizmasa bo'lmaydi dedi. Grudnoy xirurgiyaga borib yotqizdi tanish ekan. O'sha yerda yotdim-da, o'sha kuni yana rapsga yozib qochib keldim. Voy xudo. Operatsiya qildim, men qochib keldim. Ular operatsiya dedi, shu bilan qochib keldim. Keyin kechqurun qarasam, mazam qochyapti dedi. Slishkim mazam qochyapti dedi. O'sha mazam qochgandan keyin Hasanboy shunda rahmatli ko'p keladi. Hasanboy, chayna suvni sur, unaqasini olib chiqib tasha dedi. Shunda senga quvvat bo'ladi dedi. O'shanaqa qilgan odam ham qarasam o'zimdan ketishini o'zimdan bilaman. Bir ikki marta o'zimdan ketib bilib qo'yaman-da. Qon oldirsam o'zimdan ketib qolardim o'zi. Lekin bilardim oldindan, endi hozir ketaman dedim, ketardim. Qarasam shunaqa bo'lmayman. Balishga olib borganing tez deyman de. Bir amallar o'tayotganchalik balishga olib bordik. Qor boshlanib ketdi. O'shanda keyin yotganda o'zim tayyorlayman, nima qilaman. Endi aytdimki 70 larga chiqqanda operatsiya bo'lsam, yo ko'tarilaman, yo ko'tarolmayman. Hozir yoshman. Shu paytda operatsiya bo'lishim kerak bo'ladigan bo'lsam. Dedim, Kalish degan professor operatsiya qilish kerak. Shu Kalishga aytdim. O'zing o'g'ling bo'lsa, operatsiya qilarmidi endi? Shunqasam, o'zim o'g'lim bo'lsa ham qilardim dedi. Lekin yazvani har xil bo'ladi dedi. Saniki shunaqaki dedi. O'tbetda ochilib kelsa, bugar yetib kelsan dedi. Keyin yetib kela olmasligi mumkin dedi. O'tga dedi, bizlarni oldimizga yetib kela olmasligi mumkin dedi. Sani yazvang shunaqa ahvolda. Shuning uchun operatsiya bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p dedim, shu bilan operatsiyaga rozi berib yubordim. Uyga kelib operatsiya bo'lmas ekanmi? 17 kundan keyin chiqarib yuborar ekan. Dedim, nega? Vaqtma bo'lishni xohlamayman-da. Hamma kuyadi-ku endi. Hamma kuyadiki ertaga. Masalan, Surayyolar, qizlarim hammasi va ertaga operatsiya bo'lar ekan odam deb xavotirda yuradi-ku. Undan ko'ra ertaga tuzab olib ketar ekan, tuzatib chiqarib yuborar ekan dedim, yurdim. Ularga va'da berib bo'lganman operatsiyaga. Shu bilan qarabsizki, 2 kun, 3 kun qolganda endi bir o'yinga borib kelmasang bo'lmaydi dedi operatsiyaga. Shu o'yga kelganda
Majbur bo'ldim Hasanboyga yetishga. Mahfuza biladi. Muxtor biladi. Bo'ldi, boshqa hech kimga yetmadi. Shuni qarabsizki, shu yerga keldimda hali irodani shirin payt. Yetalayapman de, shuni ko'tararmikinman deyapman de. Xudo, shuni kelib ko'tararmikinman. Yo'q, shu bilan qarab ketdik, borib operatsiyaga tushdik. Surayyo keyin bilib qolib, rosa to'polonni qilib, "Nimaga yetmaysizlar?" Uni ayab turib yetmaganimizni bilmaydi. Nimaga yetmaysizlar menga dedi. Yo'q, shu bilan operatsiyadan chiqib, lekin o'shanda ham birinchi 3 kun, 4 kun bu tepamda o'tirgan. O'sha yerda operatsiyadan chiqqandan keyin birinchi ozgina suv beradi. Ozgina suv beradi. Keyin bir mamincha shikolat beradi. Mana mashina qilib unaqa oyoqqa turib ketdik. Shunda yetdiki 6 oy parhez qilasiz dedi. Shunaqa qilasiz dedi. Bitta ko'proq yeb qo'ygan ekan mana shu ayvonda. Mana qilib ketib qoldim de. Sakrab tushdim de, ayvondan tushib, mana qilaman, o'tib ketdi hatto ko'r. Shu qattiq parhez qiladigan ketdim de, 6 oyning o'rniga 1 yil qilganman. Hamma narsaga maksimalistman deyapman-ku. Endi u ham zarar berdi. Nega? Oshqozon kengayib ketish kerak ekan keyin. 6 oydan keyin ovqatlardan keyin kengayish kerak ekan yana joyga. Endi 1 yil naqa qilgandan keyin torayib qo'yaman. Shuning uchun men hozir nihoyatda rejim bilan ovqat yeyishim kerak. Ishtahani kesmagan, oshqozonni kesgan, lekin ishtahani kesmagan. O'shaning uchun ko'p yeb qo'yamiz, jazosini ko'ramiz. Ona qizim mashraqa, mana shuning uchun bundan buyog'dagi hayot shunaqa shirin o'tyapti, bolam. Sizlarning tanjoningiz sog' bo'lsin, bolalarim tanjoni sog' bo'lsin, qizlarimni, nevaralarimni. Xudoga hazor borishki, Allohga minnatdorman. Shuncha farzand, shuncha qizlarni, shuncha nevaralarni, mana Xudoga shukr, avaralarni beryapti, Xudo xolasa. Xudo xolasa o'zingni qizingdan chevara ko'raman, Xudo xolasa. Eng передовой sensan, bolam. Xudo xolasa. Asal qizim, shunaqa gaplar, bolam. Yana qanaqa savollar bor? Buvim qaysi bolalarni ko'proq yaxshi ko'radi deb o'ylaysiz? Qaysi biriga ko'proq ota-ona va hammasini yaxshi ko'radi, lekin bittasiga qanaqadir boshqacha qarab qiladi. Buvim qaysi bir farzandlarini shunaqa qiladi? Buvim. Buvingga menam Kamoliddin kichkina bo'lgani uchun shunga sal e'tibor berganmiz. Shu, lekin hech qachon ajratmaganmiz. Kamoliddin ham keyin hammamiz qatori bir xil. Mana hozir eng kichkina nevaram Ahmadni shuncha aytadiki, hamma aytadiki, Husan doda Ahmadni yaxshi ko'rar. Eng kichkina bolalar esallar ham deb qo'yaman. Eng kichkina nevara bo'ldi. Keyin lobar aytadiki, bu baxtli paytda tug'ilgan deb qo'yadi. Kerak paytda tug'ilgan bu. O'shaning uchun lekin o'zi Ahmadda o'zini maxsus gaplari ham bor. O'ziga jalb qiladigan gaplari ham bor. Bitta men emas yaxshi ko'rishim Ahmadda. Mahalla yaxshi ko'radi. Keyin dalaga borsa, dala deyla yaxshi ko'radi. Ahmad topkemadingizmi deydi. Hamma joyda nima qiladi? Bu ko'ngilchanligi, mehribonligi. Lekin hamma navaralarim ham ko'ngilchan, jo'ski navaralarim yo'q. Hammasini ko'ngli bo'sh, Xudoga shukr. Lekin olmani tegi olma to'kilar dedi-yu. Avlodimiz shu, yo'g'osh avlod. Tog'alarim yo'g'osh bo'lgan. Hamma tog'alarim yo'g'osh bo'lgan. 5 ta tog'am bo'lgan. Xolalarim ham hammasi yo'g'osh odamlar. Avlodimiz shu, bolam. Anaqa nima edi? Xudo, yana bitta narsa so'rayman deb turdim. Ko'p gapirib qo'yolmas shekilli, savolingga keragidan ko'proq javob beraverman. Uzmay qo'ya qoling, bo'lmay qo'ya qoling gapingizni davomat. O'shanga. Endi Halidga keskin javob bo'lmasin deyapman-da. Men aytdim deyning bunday gapirishim kerak. Gapga o'rgangan odamman men. Farzandlaringiz orasida qaysi biri eng mehribon? O'tda jon kuyari, o'tda anaqasi. Hammasi ham. Hammasi ham. Xudoga hazor bor shukr. Nima-yu? Nimasimdan hammasi mehribonchilikni qiladi. Xudoga hazor bor shukr. Yana bitta savol esimga tushdi. Buvimni juda qattiq urishgan kuningiz bo'lganmi?
Yo'q. Yomon jahlingizni chiqazgan kunlar bo'lganmi? Jahlim chiqqan kuni bo'lib turadi, lekin slishkom endi xudo Qizorgan. yo'q, unaqa narsa bo'lgan emas. Bo'lmasa shu kungacha yashamagan bo'lardik. To'g'ri. To'g'rimi? Bo'lsa shu kungacha yashamagan. Endi qarshiliklar antagonistik, no-antagonistik qarshiliklar bo'ladi. Shu hammasi antagonistik, anaqa me'yorli narsalar. Me'yordan. Kundalik hayotdagi narsalar. Fikr-chikir, tushunmovchilik, eng asosiy tushunmovchilik. Meni tushungan odamga hech kim xabar qilmayman. Faqat tushuntirishim qiyinroq. Bunga necha marta gul bergansiz? Gap ochig'i, men gul bermaganman. Voy, to'yda ham bermaganmisiz? To'yda ham gul bermayman. U paytda gul berish odat emas edi. Shu kutib olganimda ham aytdi-ku, to'yda ham gul bermayapsiz dedi, yo'q hali. Bunaqa gullarni bermadingiz. Mana o'g'lim beradi. Yo'q, men bermayman. Yo'q, sen Ketaman. u odat emas edi. Shu Tug'ib chiqqanda ham berilmasmi sizlar paytda? yo'q. O'sha paytda men olib kelmasdim, akamlar olib kelardilar. Yo, sovg'a berganmisiz? Hech o'zlariga sovg'a, misol uchun komandirovkalarga borgansiz, o'shanda u narsalar olib kelib sovg'a berganmisiz? Yo, olib kelmasmidingiz? Komandirovkalarga ko'p borardim. Borganimda ham juda ko'p narsa olib kelardim. Shunda bitta Kiyevga borganimizda, Moskvaga borganimizda aytganman, Mahbuza, boshqa narsa olib o'tirmaylik. Bitta borib kelsam, hammasini olib beraman qizlaringga. Deganman. Lekin o'shanda ham narsa ko'tarib kelganman, masalan, yaponskiy sholk olib kelganman. Bitta unga emas. Hammaga. Bizda unaqa narsa bo'lmagan. Tushundingiz? Bizda andisha unaqa. Bitta unga emas, oyimlar kelganlar, o'sha paytdan opamlar kelganlar, keyin kechgan yaponskiy sholkdan. Hammaga olib kelgansiz. Hammaga olib kelganman. To'dam otlariga o'tiraysiz. Men gapirmayman, barbod bo'ladi. Savol bering. Barbod bo'ladi, hammasi ham joyida bo'ladi. Nega gap? Xo'shini Ko'rinishim o'zgarib ketdi. anaqa o'tiring Mahbuba. Qo'yavering bu turni. O'tiraversinmi? Hammasini olmaydi. Voy nima deyman? Yo'q, gapirtirma bizani. Gapirtirmasam nima qilasiz? Shu yerda o'tiraverasiz. Просто так. Bu gungda o'rmali. Bu gungda gapir. To'g'ri bilmayapman. Biz hali unaqa qobiliyatga ega emasmiz. Oyimgilardek yashab qo'yishimiz kerak gapirish to'g'risida deyapman. Yo'q. Kamera to'g'risida. Bo'pti, qo'yver. To'xtang. Bunaqa qilsin bayram. Uchburchi emasmi bu ro'molingiz? Nima uchun? Qani uchi, qani buni? Shuni topsang gapiraman. Shuni qidiryotgandim deb o'ylab qo'yaman deb. Bo'lsin, bo'ldi. Hammasi joyida. Bitta asabiga tegib qo'ygan shi gapirib ketadi. To'xtata olmaysan. Bilaman, qayerda gapirish, kameramda gapiraman. Hammasi dokument bo'lsin. Gapirib qo'yibsiz-ku O'chirib qo'yib gapiraymi? O'chirib qo'yib so'rayman. Gapirib qo'yma, bilmayman. Ancha narsalar. Tavba qildim. Voy, kuyovimsa, voy, hali bor. Mana. Hali ketotdimi? Voy, jinni ekan bu qiz. Voy, tashqisa qo'yib gapirmayman. Ana, bildilar. Hamma gapirsa. Voy, zo'rg'a gapirdilar. Kim odamlar? Gapiring so'z. Nima savollar berdi? Yomonlamadilar. Mana shunaqa. Yomonlamadilar. Voy, Men savol bermadim. nima qiling? Kimga savol beraman? Uliga so'rayman. Uchinchi bir bor gapiradilar. Yo'q, voy, mana qayerdan sizga mana. Obir. Qobiliyatim. Yo'q, qo'yningni gapiraver, o'sha eng yaxshisi. Men tashkilotchilikka yaxshiman, bunaqa. Xudo xohlasa hammamiz qo'ynimiz yaxshi. Shuning uchun borini gapiramiz, bu yerda Antipishing. rol o'ynash yo'q. Olov desa bu narsa. Nima oladi? Endi. Tez ovaga bo'ldi o'tiramiz. Bo'ldi, bularga hammasi tez bo'lish kerak. Oyim o'zi anaqa malikaligini yuraklari sezib bo'ldi, hech naqa syomkaga kelmas, qizim kelsa bo'ldi. Birinchi sizga xola savol. Siz ko'proq jahllarni chiqargansiz. Opamlarni, конечно. Xato ish qilib qo'ysangiz, qaysi birligi birinchi kechirishardi sizni? U to'g'ri opamlar. Opamlar kechirardilar. Adam ko'p xatolarimizni bilmaganlar ham. Благодаря opamlarga. Bor bo'lsinlar. Sizdachi? Kimni ko'p jahlini chiqargan? Mani.
qancha yosh qizman? Chiqargan oy. Yetib qo'ya qol, rostini aytib opamga. Ayturing. Aytib opamni jahlini ko'p chiqarganman. Ya'ni men o'zim jahllarni chiqarmagan, ro'sachi bo'lib deganman. Men o'zim jahllarni chiqardim deb o'ylamayman. Endi Ishkab ichida anaqa. Qaysi birligi bilan til topishinglar osonroq bo'lgan? Ikkalangiz. Odamlar bilan osonroq bo'lgan. Men tilni topgan. Gapirmayapmish. Ama men tilimni topgan to'g'risida endi haqiqatan chiqma qiling. Ayniqsa opam shu tilimni topolmagan ekan. Buvimni bitta so'z bilan ta'riflab bera olasizmi? Fidoyilar. Bitta so'z bilan. Siz dodamni bitta so'z bilan. Bu qo'yilmas ekan, kesilib qoldi. Adamda gaz yo'q. Bitta so'z bilan bitta so'z aytingki, чтобы hamma anaqa hislatlar deymizmi yoki Ideal adala. Adada nima bo'lish kerak bo'lsa hammasi bor. Ideal вообще. O'zi zo'r ekan-da, Malika tez-tez chala qildi, bo'ldi. dodamni eng ko'p ishlatadigan so'zlari. U bunisidan xato qilsalar, mana nima aytuvdim desam, qattan biling. Bo'ldi shu. Sho'rvani yaxshi ko'radilar. Chuchvara o'xshasa. Sho'rvani yaxshi ko'radilar, chuchvara, shilpildolar. Norinni juda ham yaxshi ko'radilar. O'sha tobini keltirib qilsang, yaxshi ko'radilar. Yaxshi ko'rgan ranglari qaysi? Qora kiymayman, ochiqroq kiyish kerak. Mana shunaqa deb yuradilar-da. Sizni qaysi rangda kiysangiz yaxshi turibdi deydi. Nima rang kiysangiz? Har xil odmiy kiysam yaxshi ko'radilar. Odmiy kiyimmi? Yarkini bo'ladi. Yarki yomon ham ko'rmaylar-yu, buning bo'lmadi deb qo'yadilar. Birinchi uchrashganingizda nima hissiyot o'tgan dodam? Uchrashuvga chiqqansizlar. Men u paytda bola bo'lganman. Unaqalarni bilmayman. Nima hissiyot? 18 yosh bo'lganman. Men bilmagan, men juda sodda bo'lganman-da. Bo'lsa birovni qog'ozini o'qib, birovga ag'daraman, o'sha turgan qog'ozni o'qib, bular tatar ekan degan. Bizdan u zaksga ariza tashagan borgan biza. Ochib turgan biza. Bizdan oldingi odam derazaga yozib, endi cho'rnavoyni tashab ketgan. Do'lan kirib ketganlik gaplashganda, men uni olib o'qib turganman-da, tatar ekan ular. Millati tatar desa, bo'ldi o'sha yerda meniki bular tatar ekan deb kelganman o'yga-da. Men o'zgarib bo'lganman do'dang chiqqunlarcha. Keyin dodangim jahlimdan tashab ketganlar-da. Xumson ketib qo'ydilar darsga. Lekin o'yga kelib tatar ekan bular desam, haligi o'rtada turgan opaqqa kelib, men shuncha yil bordi keldi qilganman, tatar emas bo'ladi deb oxir kelib bilib ketganlar-da. Shu sodda bo'lganman-da, birovni qog'ozi, men boshqa yog'ini o'qimaganman. Men tatar degan joyni o'qimadim. Shu joyga ko'zingiz tushgan. Shu u hissiyotlarni bilmayman, nima hissiyotligini o'zim. Dodam qaysi hislatlarni o'ta hurmat qilasiz? Ishonuvchanlar dodang. Jahllari ham tez, lekin tez xo'p deydilar. Tushadilar. Yaxshi gapirsang, sirasi tushadilar. Unaqa jahl qilib, hali anaqa omma jahllar siz yomon anaqa qiladilar. Keyin haqiqat go'ylar. Rostini, to'g'risini gapirib qo'ya qoladilar. Shu tomonlari yaxshi. Lekin darrov tushadilar. Qahrlari ham bor, rahmlari ham bor. Paytingizda qiynalmaganmisiz? Bir-biringizga moslashishga? Endi qiyinchilik bo'lgan, qanaqa qaysarliklari bor edi-da. Men aytibman, men bola bo'lganman, men bilmaganman unaqa pastni balonlarni. Ish qilish kerakmi, ish qilish kerak masalan. Buni qilish kerakmi, shu aytishganini qilaverganman-da. Men hech narsa attestat qilmaganman. Men o'zi birinchi qiz bo'lganim uchun unaqa ishlarni yaxshi bilmas edim. Lekin men shu ayang o'rgatganlar. Shu bilan o'rganib ketganman, shuni qilishim kerak ekan deb yuraverganman. Ularnikini ham, bularnikini hammasini qilaverardim. Men hech pastda balon qilmaganman. Bularga keyinda ovqat tayyor turish kerak, hamma narsa tayyor turish kerak edi. Hozir o'sha yoshlikdagi xarakterlari bilan hozir ancha o'zgarganmi yo hali ham o'sha? Yo'q, o'zgarganlar, voy. 90% tushganlar. Mana shu kunga kelguncha shu tushdilar. Oldingi anaqalari yo'q, vajohat, oldingi unaqa urib, so'kib so'zlamaganlar. Unaqa narsalar bo'lmagan bizda. Talab kuchli edi, aytganlarini qildirardilar, hali bir so'z bilan qaysar edilar-da. Hech sizda shunaqa voqea bo'lganmi?
yomon dilingizni og'ritib qoldi. Yo'q, islomiyman. Endi hammamizni o'rtamizda o'tadigan mana shu o'ydiga haligi ekanlar, yo unaqa qattiq. Arazlashib qoladigan darajada bo'lmaganmi? Bir xil hozir bor-ku, gaplashmaydi yoki arazlashib qiladi. Bir marta bo'lgan, bir marta. O'shanda Lobar xolang 7 oylikmi shunaqa edi. Faqat ayvon bo'lganda, televizor o'sha ayvonda turgan bo'lgan. Bular kechasi futbol ko'rishadi. Men o'sha orqa uyda uxlataman. U paytda derazalar bor, ikkita deraza. Endi bular futbol ko'rganda 2-3 ta beradi kechasi deb baqirishardi Hasan akam bilan. Deb uxlamagan o'sha kun Lobar xolang. Endi do'sh kelgan. Kech ertasiga aytganman-da ayangga, mana shunaqa kechasi uxlamadi. Rosa baqirishdi bular futbol ko'rib desam, Hasan akamlarga aytganlar, bormang u yoqqa. Bolasi uxlamabdi deganlar. Shunda Rossiya yomon urushganlar. O'sha avval-oxir urushgan o'sha bo'lgan, o'zi shunaqa qattiq. Shu darajaga borish o'shanda bo'lgan. Sen ne unaqa deding? Mana akamga deb. To'g'ri urmaganlar, so'kmaganlar-yu, lekin juda qattiq urushganlar. Hech ham esimdan chiqmaydi. O'sha bo'lgan. Qaysi farzandingiz mehribon sizlarga? Deb bilasiz, qaysi biri? To'g'ri, hamma mehribon. Hammasi mehribon, lekin Kamol akangning akasi desam joni chiqib ketadi. U tog'ang ham o'sha mehribonchilikni qiladi. Katta tog'ang ham. Bir xil ikkalovning mehribonchiligi. Bu boshqa yo'l bilan qiladi. U boshqa yo'l bilan qiladi-da. U aytadi, "Opa, men sizni katta tog'ang aytadi, opa, men sizni doktorga olib boraman dedim, yuring. Nima kerak dedim, olib beraman" deb aytadi bu. Bu aytish bilan u aytadi, "Opa, oyoq zo'rayaptimi yana? Silab qo'yaymi, palon qilaymi" deb turadi u. Bu o'shanda, "Opa, men sizni olib boraman dedim, shuni qiling dedim, yuring dedim. Men buni olib beraman deb aytdim" deydi. O'sha gap, o'sha bir xil ikkalovning mehribonchiligi. Lekin anaqa gapirish anaqasida. Toni boshqacha. Bu o'zimga o'xshagan katta tog'ang. Shartta gapiradi, bo'ldim bo'ladi deydi. U yumshoq. U dodamlarga o'xshaydi, o'zim dodamlarga xarakteri. Dodam qattiq bo'lganlar, juda qattiq bo'lganlar bizga. Hammamizga ham. Lekin oylariga, buvimlarga shunaqa aytdilar. Oy boshi og'riyaptimi? Oy mana bunaqami? Boshlari og'ridi deb buvimlarni. Boshi og'riyaptimi? Oy ha. Oy ha, mana shu bitta kichkina o'yin u paytda qishlicha qattiq bo'ladi. Bu degani 62-yil, 60-yillardagi gap. Juda qattiq qish bo'ladi, pechka yoqsa boshlari og'ridi. U cherpniy davleniya bo'lgan, uni biz bilmaymiz, u paytda yo'q u. Yotib olardilar, suvni xohlamas edilar. Bitta mana shu bizning spalnidagi o'yini pol hech kim qilmagan. Hali bizning o'ylar qora suv bo'lgan, yangi solingan. Qalin panirdan pol qilib, lampochkadan tanchi o'shanda dodam o'ylab topganlar. Oyoqlariga normalniy issiq bo'lardi-da, pechka yoqilmas edi shu sovuqlarda ham. Shu oyimga shu yoqadi deb oydirdilar. Shunaqa e'zozlardilar. Bu tog'amga o'tgan ekan. Bu bunga o'tgan. Bu bunisi ham xuddi shunaqa. Tan xafa bo'lmasin ertaga. Bu ham bir xil. Mehribonchiligi bir xil, gap yo'q. Qaysi bir farzandingizni tarbiyasida yoki katta qilishda qiynalgan? Yo'q, Lobardacha qiynalmaganman. Surayyoda qiynalganman, ozgina 1,5 yoshgacha. Stafilokok bo'lgan, uni men bilmaganman-da. 1,5 yoshdan keyin o'zi oyog'i yerga tegib yurib ketgandan keyin qolib ketgan u narsasi. Yo'q, u ma'noda emas. Tarbiya jihatdan. Ha. Qaysi biridan og'ir o'tgan bir xilda, misol uchun o'tishda og'ir. Yo'q, men hech qaysi bolam 4 tala u ham. Xo'p deyishardi. Hech ham unaqa gap qaytarib, bir menga nima deb, bir yomon ish ko'chadan yomon gap olib kelishmaganda, uyga borsam aytishardi, "Ha, o'g'illaring ikkita qizingni ketidan" deyishardi. Yo'q, o'zi unaqa emas. O'zi umuman hech men islomiyman, men bolalarim qiynaganimda. Bizda unaqa narsalar bo'lmagan bolalarimda. Hozir mana zamon o'zgarib ketdi, oldingiga nisbatan juda yengillik bo'lgan, anaqa bo'lgan. Turmushga tayyorlanayotgan yoki turmush qurgan yangi oilalarga qanaqa maslahat yoki qanaqa berardingiz? Hozir oldingi bilan solishtira olmaymiz hozirgi sharoitda. Lekin baribir shu borada oilalarda ko'p konfliktlar bo'lyapti.
o'shanga qanaqa yechimni ko'rsatib bera olyapsiz? Men nimani irodaga ham aytganman. Hamma qizlarga aytaman. Yen kelin bo'lib bordingmi? Qaynonang men bir ish qiling desa, bilaman demagin. Bilaman dema, sen o'yini bilmaysan pastda balonni. Bir xil qozonda bir xil osh pishadi. Birov oldin qovuradi-da, suv soladi. Birov qovurmay suv soladi. Sen bilmaysan kimning o'yida nima ovqat qanaqa bo'lishini. Masalliq o'sha bir xil. Qozon bir xil, olov faqat qarab turgin. Agar o'sha ovqat sanikidan sal bizning o'ydan bundan ochisa, o'sha masalliqqa keyin sekin borasan-da aytasan. Oyjon, men bunaqa so'z qanaqa bo'larkin degan, men o'yimda qiladigan so'zni ishlatma. Eng yomon narsa qizlarni bizning o'yda shunaqa aytadigan so'z. U qaynonalarga og'ir botadi. Bugun kelib ertasiga men bunaqa qaydi deb so'z aytish eng yomon narsa mana. Mayli bilasan, bilmaysan emas. Lekin bilaman dema, bir koy o'sha o'yin radikatini ol. Ana undan keyin sen o'zingnikini chiroyli chiqadigan bo'lsa, qaynona ham tushunadi o'shani. Oyjon, men nima qilib ko'rsam, maylimi deb so'ragin, hansa qilgin. Xursand, o'shandan qilvering deydi ertasiga. Kim yaxshi narsani yomon deb qildiradi? Mana eng glavniy shiorim mana shu. Bilaman demaylar. O'zining bo'lsa ketadi, qaynonang bo'lsa ketadi yurgin. U bir narsa qiladigan bo'lsa, oyjon, men buni olib bering, men buni qilib bering, qancha solay degan, bilsang ham shunaqa degan deyman. U o'yin radikatini olish kerak edi. Mana shu yaxshi narsa. Qizlar o'zi misol uchun yoshlikdan niyat qiladi, orzu qiladi-ku, xo'jayinim bunaqa bo'lsa deb o'zi o'sha yoshga yetganda. Siz odamni qanaqa bo'lishlarini xohlagansiz? To'yingiz qanaqa niyat qilgansiz? Shunaqa o'xshaganmi? Yo'q, men unaqa niyatlar bilmaganman. Yo'q. Men turmushga chiqish degan so'zni umuman kallam keltirmaganman. Hayolimga men aytdim, bola bo'lganman men. Bolaligingizni uzatib olish kerak. Hech narsani tushunmagan paytimda o'zlashishman. Men umuman islomiyman ham, unaqa deb niyat qilganimni bilmayman ham. Menda o'qigansiz siz? Texnikumda o'qigan. Yo'q, 3 yil ish bo'lgan. Dodam hech yuzingizga solmaganmi o'qimagan? Yo'q, hech qachon. Hech ham dodam meni umuman o'qishimni, masalan, o'yimni bu yoq tomondan umuman kamsitmaganlar dodam. Yo'q, men ko'z yummayman unaqalarni bunday qo'yib qo'yardilar. Hech ham biza unaqa yomonlik qilib, men bunaqasan, men bunaqa edi, ana u edi degan so'z ishlatmagan, men eshitmaganman. Nima deb o'ylaysiz, dodam qaysi bolalarni yaxshi ko'radi ko'proq? Endi-chi, o'zi hammasini yaxshi ko'radilar. Muxtor tog'angga ko'proq yon bosadilar. Mana shu o'qitayotgan bo'lsa, qanday kelmayapti? Yo'q, uyda o'tiribdi, o'zi ke. O'zlari yeb turgan bo'lsa ham uni ko'sasiga solib qo'yaveradilar narsani. Yo'q, Kamolni ham juda yaxshi ko'radilar, uni ham unaqa qilmaydilar. Bunga o'sha Muxtor doda akam bilan arzanda bo'lsa bo'ldi. Ikkovini yoniga o'tkazib oladilar-da. To'g'ri, vaqt kelganda tergillar, vaqt kelganda talab qiladilar. Masalan, men buni noto'g'ri deyalarlar. Qo'yini ko'proq yon bosadilar shunga. Shu xarakterlari bor. Dodam nima ovqatni yaxshi ko'radi? Sho'rva, chuchvara, xamirli ovqatlarni. Odamlar chuchvarani yaxshi ko'radilar, shilpildonni yaxshi ko'radilar, sho'rvani yaxshi ko'radilar. Tiniq bo'lgan qaynatma sho'rvani, go'shtli ovqatni yaxshi ko'radilar odamlar, go'sht bilan piyoz o'ldirib yeganlarni yaxshi. Abuvimchi? Osh. Faqat osh. Osh, guruchli. Dadam yoki buvim qanaqadir bitta gaplari sizni hali ham shu nima deydi, umringiz davomida asqotib keladi, masalan, bergan o'gitlari. Qanaqa bitta zo'r bitta anaqa berganligi yo'q, qanaqadir esda qolarli, har doim sizga foyda keltiradigan yo'q, hech qachon afsuslanmaysiz shu maslahatni berganlarida. Unaqa maslahatlari ko'p odamlarning. Odamlar nuqul gaplari anaqa biz o'sha kattaroq qiz bo'lib qolganimizda aytadigan gaplari ikkita bir xil uy yo'qdirdilar. Ikkita bir xil uy bo'lmaydi. Xuddi biznikidek uy yo'qdirdilar. Bizanikidan yaxshi uylar bor, lekin xuddi bizanikidan kasi yo'qdirdilar. Rosa yordam bergan menga. Uchir. Yo'q, qo'yavering. O'qitishga bo'lma. O'tkazib yuborgan. Onamlarning hech kimdan negativ topmasliklari. Hammani o'ziga yarasha yaxshi tomonini ko'ra olishlari. Odamlarni
hech qachon ikkita bir xil xonadon bo'lmaydi. O'shanga mana uyim bunaqa edi deb solishtirmaydiganlari uchun Qaysi biringlar ko'proq urushadilar? Dadam. Endi Kamoliddinga qanaqa tuyuladi bilmadim-u, menga mani ko'proq urishadiganday tuyuladilar. Yo'q, qattiq urushmasdilar bizani, qizlarnikcha. Sizlab gapirib boshlardilar-da. Qizim unaqa emas-ku, mana bunaqa qilmabsiz-ku, anaqa qilmabsiz-ku. To'g'ri gapirardilar, faqat sanmabmasdi, sizlab gapirardilar. O'zi biz o'tirib yig'lardik shuni o'ziga. O'sha urushganlar. O'sha urushganlar. Abvumchi. Yomon Ko'p bo'lgan, endi onalar ko'p urushadi baribir. Yomon jahlarini chiqazgan kuningiz bo'lganmi? Juda ham qattiq xafa. Bo'lgan. Endi uni точно aytib bera olmayman-ku, lekin bo'lgan unaqa voqealar bo'lgan bir ikki marta. Yoshligimda ovqat ichsam teyda qoldirardim. Shu odamlarni rosa ham jahlarini chiqarardi. Qoldirish kerak emas, ovqatni oxirigacha ichib qo'yish kerak derdilar. Shuni eslayman. Urushar, jahlar chiqardi rost ekaniga. Endi kichkinaligimizda eslashim bo'yicha opamdan juda qo'rqardik. Opam qattiq urishadilar, adam urishmasdilar. Adam o'zimizni to'g'ridan to'g'ri urishmaganligicha. Kim tavakkalchi, buvimmi yo dadammi? Onam. Opamlar. Opam. Ko'proq pul ishlatadi, buvimmi dadammi? Onam. Opamlar. Opam. Kim ko'proq siqiladi? Adamlar. To'dang ko'proq siqiladilar, adam ko'proq siqiladilar, chunki adam juda anaqa to'g'ri odamlar-da. Opamlar o'sha narsani hal bo'lishini, kimlardir orqali bo'lsa ham o'sha vaziyatni yechimi borligini bilsalar bo'ldi, xotirjam bo'ladilar opam. Vaqtda davolaydi, vaqtda yechim beradi deb ketadilar opam. Odamlar o'sha narsani bilmaydilar, adam to'g'ri odamlar. O'sha fokusni bitta narsaga qaratadilar. O'sha narsa hal bo'lishi kerak, qolgan narsalar ko'rinmaydi ko'zlarida. O'shaning Endi bola chaqa bor joyda siqilmay iloji yo'q. Endi kichik katta muammolar bo'lib turadi. O'sha muammolarimizda ko'proq odamlar hatto ikkalovligi baravar anaqa qilishadi, bir-birlariga shunaqa bildirmaydigan paytligi bo'ladi, lekin bilib qolgan payt bilishsa ham opam odamlarni yupatib ketishadi. Kim ko'proq qayg'uradi? Adamlar. Ikkalaliga ham qayg'urishadi. Opamlar ona bo'lib qayg'uradilar, perejivать qiladilar. Ustilarida hammasi. Bir narsani aytib ketsak, bo'ldimi o'shaning, o'xshadimi o'shaning, so'rayveradilar. Ha, bo'ldi, yaxshi demagunimizcha qo'ymaydilar opam. Odamlar so'ramaydilar, lekin o'shani eshitgan bo'lsalar, shuni javobini kutib yuradilar odamlar baribir. Keyin qachondir o'zimizga shu hal bo'ldi, desam, ha, yaxshi o'ylab yuruvdim dedilar. Ko'pda opamlar, chunki ko'p narsani opam bilganlari uchun. Hatto biz bildirishni juda ham xohlamasak ham, opam ko'p narsani bilganlari uchun opamlar kuyib pishib ketadilar. Agarda adam bilib qolsalar, adam ham. Kim jahlda o'zini nazorat qila olmaydi? Adamlar. Odamlar. Bir narsa deya olmayman. Hozirgi vozirstligida, bilmadim, yoshligimizda adam jahllari. Kimni xotirasi pastroq? Adamlarni. Odamda mustahkamroq xotira menimcha. Qanaqa masalada? Qaysidir masalada adam juda yaxshi, qaysidir masalada opamlar juda. Burungini eslashga adam, hozirgini eslashga opam juda. Kim o'zini yaxshi ko'radi? Adamlar. Bu yaxshi kачество deb hisoblayman. Hamma shunaqa bo'lish kerak baribir. No endi hali podani kimdir boqish kerak-ku deydi-yu. Opam odamlarda odamlar ko'proq. Adam. Kim birinchi kechirim so'raydi? Onam. Adam so'rab turadilar. Opamlar hech kechirim deganlarini eshitmaganman. Opam har doim opam anaqa. Mana o'tibdi o'zir dadasi deb qo'yadilar. Kim bir-birini ko'proq поддержка qiladi? Onam. Ikkalaliga ham bir-birligini поддержка qilishadi. Opamlarniki zametniyroq. Opamlar ko'proq anaqa qiladilar. Odamlar chetdan turib kuzatib, lekin baribir anaqa til bo'lib turib beradilar. Adam.
Endi opam unaqa demayman, lekin odamlar как uyi boshi yoki katta, eng kattasi erkagi sifatida juda ham поддержка qilish biladilar. Справедливый hammani anaqa bo'yicha поддержка qiladilar, qonun bo'yicha поддержка qila oladilar. O'zaro janjallarni kim boshlaydi? O'zaro janjal har kun bo'lib turadi hozir. 50-50. Unisini bilmas ekanman lekin. Qaysi rang ko'proq yarashadi ularga? To'qroq, ko'k, yashil, shunaqa ranglar yarashadi deb o'ylayman men. Buvimga qaysi rang yarashadi? Bu uylarga темно-синий yarashadi. Голубой ro'mollar yarashadi. Ko'k rang bu uyning ranglari. Elektr rang yarashadi. Elektr rang yarashadi. Qora ham yarashadi. Misol uchun xarakterlari yoki qaysidir anaqalarni o'zgartirishni xohlagan paytingiz bo'lganmi buvimda yoki dadamda? Shunaqa xislatlari yo xarakterlari bormi? Bor. Kimda qanaqa? Qaysi? Odamlar nima deydi? Qanaqadir pishuvroqlar juda ham. Shu taraflarni sal kengroq bo'lishlarini xohlayman. Yo'q, onamda men unaqa narsa sezmayman lekin. Buvim qaysi anaqa rangni yaxshi ko'radi? Qaysi gulni yaxshi ko'radi buvim? Atirgul. Eng sevib qiladigan ishlari nima buvim? Onam eng sevib qiladigan ishlari ko'cha ishlari. Ko'proq odamlardami? Odamlarda bilmadim men unchalik. Odamlar o'zlarining kasblarini yaxshi ko'radilar ko'proq. Shu kasblar bilan shug'ullangilari keladi hozirgacha ham. Men shuni sezaman. Onam lekin ko'chani ishlarini, nima deydi, men erkaklar qiladigan dehqonchilik, mol boqish, shunga o'xshagan ishlarni yaxshi ko'radilar. Ayollarning ishiga qaraganda. Buvim ko'proq qaysi birini yaxshi ko'radilar? Sovg'a berishimi yo sovg'a olishimi? Sovg'a berishni yaxshi ko'radilar. Qaysi xislatlarni juda hurmat qilasiz? Men onam hamma xislatlarini hurmat qilaman. Dadamdachi? Odamlar oliyjanobliklarini, mehmondo'stliklarini. Buvim nimadir qilsalar, nimani ko'p qiladilar-ki, yoki nima qilsalar, dadamni ko'p jahllarini chiqaradi. Men o'ylashim bo'yicha mana hayot davomida ko'rib ko'ramiz, onam samosiyatli ko'p narsani hal qiladilar. Shu taraflarda odamlar go'da jahllari chiqib qoladi. Farzandlar orasida qaysi birini ko'proq anaqa nima deydi, yaxshi ko'rishadi. Endi hech kim ota-ona hech qaysi farzandni yomon ko'rmaydi, lekin sezadi-ku baribir. Bunga ko'proq yon bosadi ota-ona yoki kimdir ko'proq anaqa qiladi. Kim deb o'ylaysiz? Ajratishganini sezmaganman men hech ham. Endi hammamizni baravar ko'rishadi, baravar yaxshi ko'rishadi, baravar yon bosishadi, lekin qaysi birimiz himoyaga muhtojroq bo'lsak, o'shani bildiribroq anaqa qilishadi, menimcha. Ko'rsatishadi. Shu bildiribroq himoya qilishadi. Atak hammamizni birdek himoya qilishni xohlashadi. Siz yolg'on gapirganingizni sezisharmi, sezishmasmi? Ota-ona hamma narsani sezadi. Sezishgan, balki menga aytishmagandir. Shu yerda yolg'on gapirding deyishmagandir, lekin o'zim ona bo'lib bildim, baribir ota-ona bolasi qachon rost gapiryapti, qachon yolg'on gapiryapti, hammasini bilib turar ekan. Bular ham bilishgan. Mendan ko'ra yaxshiroq ota-ona bo'lishgan bular baribir. Savoling ko'p ekan. Bo'ldi, berdi. Tugabdi. Dilingizda qanaqadir ularga aytmoqchi bo'lgan gapingiz bormi? O'zligini ko'rsangiz ayta olmaysiz, lekin shu gap shunaqa yomon aytgingiz keladi yuzligiga. Bor. Nima? Yaxshi ko'rishimni hadeb ham ayta olmayman. U hammada bo'ladi. Uncha boshqa bor. Voy, ne unaqasiz? Uzbashima. Bor. Juda ham yaxshi ko'rishimni har doim ham o'zligiga ayta olmayman. Bilmayman negadir. Aytsam yig'laveraman deb aytmayman. Hamma qizlarda shunaqa bo'lsa kerak. Oxirgi savolim shu. Bo'ldimi? Faqat yig'lab o'tir.
Eng oxirgi savolim, ko'nglingizda qanaqadir bitta gap bormi? Buvim bilan dadamni o'zlariga aytolmaysiz, lekin shu narsani juda ham aytgisi keladi. Opam bilan dadamni yaxshi ko'raman. Hammadan ham yaxshi ko'raman. Lekin o'zligiga ham aytaman. Lekin kamdan kam ekan u narsa. Anaqadan o'tar ekan, lekin to'g'ridan to'g'ri kelib aytilmagan ekan, lekin men opam bilan dadamni juda ham yaxshi ko'raman. Qaysi birligini ko'proq yaxshi ko'rasan? Ikkalovligini? Qaysi birlik ko'proq urushishadi? Uy, dadamga ko'rsatay ekanmi? Voy, e'tibor, hamma aytyapti, kameraga olibdi. Dadam? Dadam o'sha. Buvimni bitta so'z bilan nima deb ta'rif bera olasiz? Uyimizni mazmuni? Dadamchi. Uyimizni ko'rki? Sani yomon qattiq urushgan paytlari bo'lganmi? Qaysi birligida ham? Bo'lgan. Nima voqea bo'lgan? Unaqa sal esimda yo'q, menimchalik dars o'tayotganlarda bo'lgan. Dadam yoki buvim senga qanaqadir hayotiy dars bergan kunlari bo'lganmi, чтобы yaxshi ham shu narsani menga aytgan ekanlar, hozir menga juda ham foyda beradi shu narsa deydigan. O'sha paytda o'sha aytishganini o'zida o'ylaganman, lekin hozir esimda yo'q. Esidan chiqmaganmi? Buvim hech seni urganmi? Qanaqa endi? Jahllari chiqargan. Yo'q. Urmaganlar. Buvim yo dadam bittaligi ketib qolishdi uzoq safarga. Nima bo'ladi? Nima his qilasan? Sog'inch his qilaman. Misol uchun, ularsiz ham yashay olasizmi yo bab undaligi bilinadimi? Bir xillarda o'zim o'ylayman-da, voy bu hamma ham bo'ladi-yu. Shunaqa deb o'ylayman-da, o'zim xafa bo'lib anaqa qilib ketaman-da. O'ylaganing narsa. O'ylaganimda. Dadam nima so'zni ko'p ishlatadi? Qanaqa so'zni ko'p ishlatadi? Abedga ovqatni o'tkazib yubormoqchi edim, ovqatchidan chiqdi deydi. Kimligi ko'proq g'amxo'rroq? Dadammi, buvimmi? Hammaga ham yo faqat menga ham? Общий aytki, sen o'zingniki. Общий aytsam bu. Menga bo'lsa dadam. Necha marta kechirim so'ragansan buvimdan? Ko'p. Dadamdan-chi? 3 martami 4 marta shekilli. Bundan ko'p so'ramaganmisan? Yo'q. Urushmaganmi? Yo'q, u buvimdan adam aytardilar-da. Adam aytardilar-da, ko'p anaqa qildi, gapirdi dedilar-da. Buvim ham, dadam ham qaysi bir misol uchun farzandlariga ko'proq urushishadi? Qaysi bir farzandlarga? Sen ko'rasan-ku. Dadam alohida, buvim alohida desam bo'ladi. Dadammi? Buvim, dadam Muxtor dadam ko'proq urushadilar. Buvim adammi? Yomon xafa qilib qo'ygan kuning bo'lganmi buvimni yo dadamni? Bilmayman, yo'q, men unchalik. Hali unaqa bo'lmagan, bo'lmasin. Men kameraman, bilmayman, chota hozir yolonman. Nima uyalasan? Turxay keyin anaqasiga tushib berganlar. Ha, ular bemalol edi. Hoppa, daftar ochib qaragan chota jiddiy o'ylayman-da. Bitta so'z bilan dadamni ta'riflab ber. Bitta so'z bilan matematikani, fizikani quroli men nima qilaman? O'zim hayolimda qolib ketgan matematika yoki fizika deb o'tib ko'chada gap eshitsam, kimdadir xuddi biri gaplashayotgan bo'lsa, qulog'imga eshitilsa dadam hayolimga keladi. Fizika bo'lsa вообще, ani Einsteinga kelishdan oldin dadam keladi hayolimga men. Shunaqa ta'riflayman. Buvimchi? Buvimni qo'pol qilib aytganda bizning oilamizni chiroyli rulet qiladilar.
janjal murokazalarni hammasini yengil aylantirib o'tkazib yuboradilar-da. Bu o'rinlar juda ham katta, gapirmaganlarda ham kerak bo'lsa. Kim ko'proq qayg'uradi? Dadami, buvimi? Ikkilovligi ham kerakdan ortiq qayg'urishadi. Kim ko'proq pul ishlatadi? Buvim. Kim ko'proq tavakkalchi? Buvim. Kim jahlda o'zini nazorat qila olmaydi? Asabdan kanishni hech kim xola qilmaydi, lekin dadam ko'proq. O'zaro janjallarni kim boshlaydi? Просто dadam kapriznilar. Janjal boshlamaydilar, kapriznilar. Kim o'zini ko'proq yaxshi ko'radi? Buvim. Kim birinchi kechirim so'raydi? Endi buvim dadamga zo'r ayol bo'lganlar, o'shaning uchun buvim dadam bilan o'zaro bo'layotgan muloqotligida buvim har doim past anaqada turadilar, kechirim so'raydilar har doim. Kim bir-birini ko'proq podдержка qiladi? Ikkilovligi ham bir-birini podдержка qilishadi. Har doim bizning oldimizda emas, albatta. Xo'p. Buvimga qaysi rang yarashadi? Buvimga qizil, fioletga yarashadi deb bilaman men endi. Xo'p. Qattiq urushgan paytlar bo'lganmi? Dadammi yo bo'lmasami? Endi ko'p bo'lgan, urush demaydi endi, qattiqroq o'shani, tergash, nimadir yodlayotgan, o'qiyotganingizda yoki qanaqadir ish qilayotganingizda bo'lgan bo'lishi mumkin. Tak atilabdan xil hasad qilib, bir xil nimadir qilib anaqa qiladi. Unaqa narsa ma'noda emas-da, o'rgatish ma'nosida ko'p gap eshitamiz. Xo'p. Buvim bilan dadamga aytolmagan, lekin o'zligiga yarasa aytish xohlagan nimadir so'zing bormi ichingda? Qalbingda. Aytmoqchi bo'lmaganman, aytish armon bo'lib qolmagan, lekin hayolimda aylanib yuradigan narsa bor har doim. Hali ham aytmagan. Aytmaganman. Aytiladigan narsa emas. Va aslida hayolimda har doim aylanib yuradi. Shu ko'p holatda shu ko'chadan vohliyoviy kelib qolsam, darvozaga ko'zim tushadi. Shu darvozaga qaraganimda yoki chiqib ketayotganimda shu buvimgilar bilan dadamgilarning o'rinligini his qilaman-da. Shu borligini his qilaman, lekin yo'q bo'lib qolsa-chi degan fikr juda ko'p o'da hozir payt shunaqa bo'lib qolgan. Shunaqa bo'lib qolsa tasavvur qilaman-da. Hayolimga birinchi Abdulaziz akam keladilar. Abdulaziz akamni buvi dodalari o'tib ketishganmi? O'shani tasavvur qilaman-da. Ularda hozir qanaqa? Ular hozir o'zlari qanaqa his qilyaptilar? Buvi dodalari yo'ligidan keyin qanaqa his qilyaptilar? Shu narsani avtomatik sразу o'ylayman. Qanaqa bo'lar ekan menda agar shunaqa bo'lib qolsa, men xuddi bir hayot menga yo'q-da, o'sha. Bundan keyin hayot xuddi men yasholmayman deb ko'rinadi. Keyin sразу Abdulaziz akamni eslayman, qanaqa yuribdilar hozirgi holatda. O'shani o'ylayman, o'zim vazgini yupataman, lekin ko'raman-da ko'z oldimizda buvim dadamgilarni yoshlik katta bo'lib boryapti. Lekin buvim dadamgilardagi yoshligilar hozir unaqa emas-da. Bizda hozir men aytaman, eng baxtli paytimiz hozirda. Bunaqa счастливый hayot bo'lmaydi-da, bunaqa yoshda уже ko'pchilikda. Lekin ko'ramiz, buvim dadamgilar ko'z tegmasin zo'r o'shani. Anaqa maza qilib nima qilyapmiz-da, bu narsani qadriga endi yetamiz. Yoshligimizni uncha anaqa qilmaganmiz, bilmaganmiz to'g'ri nimani yo'qotamiz. Lekin hozir Xudoga shukr shu g'animat anaqani maza qilib qilishimiz kerak. Shu narsani shunaqa, вообще zo'r. Xudo bergan ne'mat hozir buvim dadamgilar. Rahmat katta. Xudoyo ko'rgan kechirgan yomon kunlardan o'zi asrasin buyog'ini. Xudoyo xonada izlanmoq kishilardan chiqib, musofir yurtga yurganlarni izlanmoq ko'rishini. Xatarga bersin Xudoyo, izlanmoq qutulsin Xudoyo. Boshlagan ishinglar xayrli bo'lib kelayotgan kelinizlik, qutli tug'li hayotli bo'lsin Xudoyo. Shularni rohatda ko'ringlar. Hamisha hamroz faqat to'y ko'ringlar. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Kelayotgan kelinlar mashkellarimga o'xshab insofli, iymonli bo'lsin Xudoyo. Opa-singildek bo'lib yursin hammasi. Xudoyo bir-birlarini yaxshi kunlaringlar. Amin.